Voy, ana o'lib qoldi. Tur. Voy, o'lib qoldi. Suv, kimdir? Suv o'zi olib kelaman. Bor. O'lim vaqti 23:46. Al boshingni. Jannatdan bo'lsa o'zing panohingda. Boshingga nima kiyib olding? O'ldi bu, sasishni boshlaydi hozir. Bor, suvatga. Tur. Men senga aytdim. Biz senga aytdik-ku ichmagin deb. Akalar, nima bo'lyapti? Sal qol, o'lib ketarding. Ya, unaqa demaylar, ozgina ichiraylik, balki o'lib qolar. O'zi kim seni bu yoqqa chaqirdi? Siz chaqirdingiz-ku? Bo'pti, mayli, tur. Yo, tur. Milisa keldi. Endi hamma Milsa keldi. Qoch, Jamil o'zi qochding. qoch. Oynaga. Vashshe balanu. Surish kerak. Qaqa surasiz? Qiz olib kelganingiz yo'q-ku? Rostdan ham. bo'la. Milisa keldimikan, ha? Bilmadim. Sizni Toshkent propiskangiz bormi? Yo'q, sizda-chi? Menda ham yo'q. Voy. Propiskasi ichganlarga qancha berarkan, ha? Toshkentliklar bilan bir xil bersa kerak. Voy, bolalar adam keldilar. Nima qilaman men endi adam keldilar, voy. Dadasi milisa ekan, muammo yo'q. Dadangiz milsaligini oldin aytmaysizmi? Adam? Milisa? Milisami dadangiz? Yo'q, adam milisa emas. Bo'lmasa eshikni kimdir ochsin, Biror kishi ochsin. siz oching. Qising he. Biror kishi ochsin. Ho, tur joyda. Bor ishga qara. O, siz kattasiz-ku, o'zingiz ochib keling. Menga nima? Bolalar sizlar hal qilib turaylik, kim ochishini men ungacha eshik ochib kelaman. Aka, bunaqa emas-da. Voy yeb ichib hisobga to'lamay ketibsizlar-yu. Men ofitsiantman, restorandan kelyapman. Yana teshib chiqmasin. Bolalar sho'takan bolalar. Milisa kelgani yaxshi edi. Bolalar nimadir qilib pulni bera olmasak bo'lmaydi. Ertaga o'qishimizgacha boradi. Uni ustiga ichganimizni ham ko'rgan. Nizashda o'qishdan haydalib ketamiz. Davay bolalar, nimadir qilaylik. Men pulni kim berdi? Mana pulim, men yeganimga pul to'layman har doim. Tuban odam emasman unchalik. Mashina sotib nimadir qo'rarsiz? Faqat rozi bo'ling aka. Iltimos, qaytib bormaylar. Turqiylarni ko'rmaylik. Bo'la. Bu erta telefon so'rab qolsa nima deymiz? Shu kayfda yo'qotgansan dvoramiz. Ertalab bo'ldi, yuring uxlaymiz. Biza yolg'onchimizmi shunda? Hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan arxeologiya to'g'risida gaplashamiz. O'zi arxeologiya to'g'risida qanaqadir ma'lumotga egamisiz? Tushunarli. Bo'lmasam hozir o'zim sizlarga batafsil hammasi to'g'risida tushuntirib beraman. Arxeologiya Masson unga quyidagicha ta'rif bergan. Mahmud. Bundan keyin soch soqolni oldirib, akkuratni yuraman deyman o'zimga qarab. Tinchlikmi? Bitta qizni sevib qoldim. Kim ekan u? Keyin aytaman. Taqillat. Bo'la undan ko'ra pivani qilib yaxshi edi. Malades. Assalomu alaykum ustoz. Hurmat yuzasidan kirsak bo'ladimi? Nima bu ahvol? Birinchi kundan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 4 yil davomida qanaqa o'qiysizlar, hurmatli talabalar? Yo'q, ustoz, bu oxirgisi. Hali el ardog'idagi buyuk arxeolog bo'lamiz, ha? Mayli endi kiringlar. Tavba. Chalg'imaymiz, ha? Xo'sh, yana kimda qanaqa savollar bor? Assalomu alaykum. Savolinglar bo'lmasa, davom etamiz. So'rang. Tarix va arxeologiya bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Ular aslida bitta fanning ikki sohasidir. Tarixning asosiy manbai yozuv va uning manbalari bo'lsa, arxeologiyaning manbalari unga nisbatan qadimiydir. Uning ilk davri, Ne bu bolalar hammasi bugun ochki taqib olgan? Bir xil bo'lib yurishmoqchi bo'lgandir-da. Hech hamda, bularni hammasi chekib olgan. Voy bo, vaqma qilmaylar, ja unaqa emasdir.
yozma manbalarsiz davrga 4 Men o'zim nima chita qoldim, men ichmadim u. Adam aytganlar haq bilan bo'l. 10 ta odam sakrasa 11-chisi bo'l deganlar. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik bu qadimgi fan hisoblanadi. Anaqa Zebo, bugun siz bilan birga ovqatlansak nima deysiz? Mana hamma ovqatlanishga ketyapti, yuring. Siz ne bu o'tiribsiz, Sherxon? Prosta bolalar ozgina chiqishtirishmayapti-da, shunga shu yerda o'tirman. Yoki de ketaymi? Xafa bo'lmang, chiqishib ketasiz. Endi birinchi kun-ku. Olinglar bolalar. Sroch ol. Akalar, yaxshimisizlar? Qayoqda edinglar? Sizlarni ancha qidirib topa olmadim. Topa olmaganing yaxshi edi o'zim. Darsda edik, bratishka. O'zingda nima gap? Kecha zo'r bo'ldi, akalar. Nima bo'ldi o'zi? Eslolmayapman. Kecha shu siz rosa og'zingizda Uy. Yo, uyda edik. Kecha men oilamni oldi edim. Mana rasmi. Kecha telefonim yo'qotib qo'yman boru. Xo'p, men nima qilay? Shundoq ko'zimni ochib yumsam, telefonim yo'q. Olinglar. Ha, turdik bolalar. Sroch. Sen hech tuymaysan, ha? Cho'nchagingga savol dars deysan. Yur, ketdi. Qizlar, o'qib nima qilamiz? Ertaga ishlamasak, baribir erga tegib ketamiz. Yo, men erga tegmayman. O'zimni o'zim eplayman. Erkak zotiga umuman ishonmayman. Institutga nimada keldingiz? Taksida. Taksis erkak kishimidi? Da. Erkak zotiga ishonmasangiz, mashinasiga qanaqa qilib o'tirdingiz? Hey, qizlar, urushmanglar. Aql inoq bo'linglar. Sizni erga tegis kelmas ekan, sizni erga tegis kelar ekan, qo'yaveringlar. Hammani hayoti har xil. Aql inoq dugona bo'lib o'tiraylik, xo'p? Mayli. Masalan, meni ismim Semnur, men qo'ylidan kelaman. O'zinglarchi? Meniki Zebo. Yunusobodda tug'ilganman, aytganimdek. Yoshim 17da. 17da? Bir yil oldin chiqqanman, maktabga. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ko'rinishingizdan juda ham aqlli bolaga o'xshab ko'rinyapsiz-da. Unaqa emasman, lekin hali. Qaysi maktabda o'qigansiz? 112-maktabda o'qiganman, ixtisoslashtirilgan. Siz ham 112-maktabda o'qigansiz? Siz ham 112da o'qiganmiz. Yo'q, men ham prosta maktabda o'qiganman. Qarang. Sizga bitta savol bersam maylimi? Mayli, bering. Faqat fizikadan bermang. Turbahoga o'qiganman. Yo'q, qanaqa fizika? Anaqa kalon chekish bilasizmi? Voy, namuncha hamma yoni shovqin qilib yordinglar, bozor bo'lib ketibdi-yu. Tayyorlaninglar, 3-parani boshlaymiz. Xo'p, bolalar qolsan, qizlar chiqib ketursan, ozgina gap bor. Diyora, xo'p. Yuring, siz bilan dekanatga borib kelaylik. Xo'p. O'zi nima masala bo'yicha? To'g'risi. Hech kimga aytmoqchi emas edim. Lekin sizga aytaman. Xullas, men boquvchisini yo'qotgan odamman. Shuning uchun kontraktda milliy foizi davlat tomonidan to'lab beriladi. Shuni gaplashishga kirishim kerak. Faqat hech kim bilmasin. Sizga ishonib aytdim. Xo'p. Kimga ham aytardim, ishonavering. Rahmat. Tez chiqaman, unaqa ko'p qolib ketmayman. Xo'p. Yuring. Isming Sherxonmidi? Tur chiqib ket, sen kerak emasdan bo'pti. Tur! Xo'p, bolalar. Men sizlar bilan ichganim bilan tashqarida normalniy odamman. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Hali 4 yil birga o'qiymiz. Bir-birimizni orqamizga yopishimiz kerak. Shu yerda gap shu yerda qolish kerak. To'g'ri. Tushunmadim. Kechasilar ichdinglar? Voy, rostdan ichdinglarmi? Ish qilib hech kimga hech narsa qilmadimi? Yo'q, kola ichdik, Jafarjon. Kola. Bolalar, yana bir gap, bir-birimiz poddeshka qilaylik, bir-birimizga iloj boricha yordam beraylik, bolalar. Oqibat yo'qolmasin, ha? Da. Qo'shilaman. To'g'ri. Bola, siz to'g'ri gapirdingiz. Qolganlar geng. Shunaqa gaplar. To'xta. Ana ketdi.
Ishingiz bitdimi? Ha, bitti. Rahmat kattakon kutib turganingiz uchun. Xullas, domlaga aytganing uchun bugun chakasan. Yo. Qani chakasan, qani och, adichi, qani a. Og'zingni och, qani. Qani ke og'zingni och. Asalim chiqibdi-yu. Shirin qiz. O'zing nomi? Uzr bolalar, sizlarni ko'rmay qolman-a. Hazillashyapsanmi? Nima? Ko'rinmaydigan bolalarga o'xshaymiz ham. Men biratdan tashqari hammanglar ha. Rahmat. Kutmagandim. Nima bo'pti? Voy. Ishkal. Voy, yordam berish kerak. O'zini go'shtini o'zi yesin. Sanlar nima ishlaring bor, ketdi. Jinni misalla to'xtalaring. Bo'la, ana yerda ishkal bo'lyaptimi deyman-da. Xo'p, bo'la, bu yerdan asta surish kerak. Shaharliklar o'zi hal qilib ola o'zining muammosini. To'g'ri. Jafar. Akalar yaxshimisizlar? Zo'rmisan? O'zing tinchmi? Sizlarni anchadan beri taniydigan yo'qshayman-a? Yo'q, aylanib ketdi. Sen Toshkentni yaxshi bilasan-a? Ha. Bizni bir yoqqa aylantirishga bor. Bo'ldi, qayerga boramiz? Ana bordik-ku, ana Skvermi? yo'q, ana Oybekmi? yo'q, qanaqa Oybek? Ismi Shodiyor. Jinnimisan? Toshkent center bor-ku. Xo'p, Magic Citymi? Yo'q. Qatga? Qo'ylar. Olib bor bizda aylanaylik. Qo'ylar, undan ko'ra mana bitta skver joylashgan, o'sha yerga boraylik. Vo, mayli yur. Ketdi. Faqat ismi Ham yo'q yo'q ekan. Ko'zimga juda tanish ko'ryapsizlar. Sirkda ishlamaganmisizlar? Siz anu morjun etardingiz-a, menimcha. Men birat lekin sirk bashari ekanlar. Basharingni qara. Maymunga o'xshaysan. O'zing sochingni qara, roltingga o'xshaydi. Qis ko'tingni. Kulish kerakmi joyiga? Qistonman senga. Bo'pti mayli, seryozni aytaman. Le, senga gapiryapman. Ko'zim ochdim borish kerak o'qishga, undan keyin sevishga. Yuvdim yuzim muzdek suvda, chunki issiq suvga yo'q pul to'lashga. Lekin oliy maqsadim niyat qilgan diplom kabi. Sababi hozir nolishdi, chunki bu hammasi o'tkinchi hayotda, bu dunyo sinovda. Har doim esda saqla, hech ham unutma, bu dunyoda hammamiz student.